10 tasi 10 ming so'm shu gullarni. Qani ketdik, ko'chat bozor ko'rib chiqamiz. 5 tadan ekan 15 ming so'm. 2,5 ming so'mdan yashida 50 ta bor. Mana shu gulni so'rashuvdi mendan 400 ming so'm ekan. Mana shu ko'chatlar 40 ming so'mdan ekan. Atirgul ko'chatlari 8 ming so'mdan. Mana arava olib ketishdi. Bir yashiga 200 ming so'm, 20 dona. Bir yashiga 260 ming so'm, 20 dona. Yashiga 180 ming, 18 dona bor. Yurechani qizartirish esingizdan chiqmasin. Mana shu atirgullar 250 ming so'm. Mana shu to'ydagi gullar 25 ming so'mdan. Mana bu gullar 15 ming so'mdan. Mana bu gullar, bular ham to'yda 10 ming so'mdan. Xrizantema ramashka 10 ming so'm bitta ko'chati. Mana rayhon ko'chati 15 ming so'm, sifatlisi 2 ming so'mdan donasi. Bu ham 2 ming so'mdan. Mana ramashkalar 15 ming so'mdan ekan. Pomidor 10 ming so'm. Mana o'rtacha bir pochkasi 10 ming so'mdan sotilyapti. Bolgarskiy, baqlajon, pomidor, garimdori, qulupnay ko'chati ham 10 ming so'm. 5 ming so'mdan ekan shu gullar. Ko'chat bozori gavjum juda. Videoni yaqinlarga ulashib qo'yinglar, xursand bo'laman. Fikringlarni izohlarda qoldiringlar.